Traderlar eng ko'p qayerda xato qilishadi? Nima bo'lyapti hozir? Siz order blokini topasiz, likvidlikni ko'rasiz, struktura buzilganini payqaysiz va allaqachon chiroyli qiziqish zonasidan short qilishga tayyorlanasiz. Lekin bir nozik jihat bor. Order blok aynan Osiyo sessiyasining yuqori chegarasida joylashgan. Bu esa kuchli likvidlik rezervuari hisoblanadi. Natijada ssenariy klassik. Narx birinchi navbatda Osiyoning yuqori chegarasini olib tashlaydi. Sizning to'xtashingizni yo'q qiladi va shundan keyingina sizniki yo'nalishda harakatlana boshlaydi. Keling, jonli jadvalni ko'rib chiqaylik. Bizda yuqoriga harakat bor. Likvidlikning bir qismini allaqachon olgan buyurtma bloki shakllantirildi. Yuqoridan ko'rinib turibdiki, aniq maqsad bu ikki qavatli tepa. Lekin asosiy nuqta shundaki, buyurtma bloki Osiyo sessiyasining pastki chegarasida joylashgan. Bu esa narx, ehtimol, avval pastdan shu likvidlikni olib, faqat shundan keyin yuqoridagi ikki qavatli tepani, ya'ni Osiyoning yuqori chegarasini, ya'ni yana bir zich likvidlik havzasini buzishga kirishishini anglatadi. Bu standart xatoni takrorlamang, yaxshisi obuna bo'ling. Siz ham xuddi men kabi savdo qilasiz.